الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متوسط أول كتابني to'rtinchi darsini boshlaymiz. Ad-darsu rabi'u min adati va taqalidi shu'ubi. To'rtinchi dars xalqlarning odatlari va taqlidlari. So'zlarni o'ng tomondagi so'zlarni aksini topishimiz kerak. Bibut'in mumtali'un farig'un, demak band, farig'un bo'sh. Bibut'in bisur'atin, yaminun yasarun, yukhalifu yuwafiqu, yamna'u yasmahu, shira'un bay'un, mashhurun majhulun, jadidun qadimun. Chap tomondagi so'zlarni ko'pligini topishimiz kerak. Taqlidun taqalidu, adatun adatun, sha'bun shu'ubun, qanunun qawaninu, jaziratun jazairu, mat'amun mata'imu, markazun marakizu, davlatun duvalun. Quyidagi o'ng tomondagi so'zlarga izohlarni to'g'ri belgilashimiz kerak. Birinchisi al-jarimatu, kullu amrin yuaqibu alayhi al-qanunu. Qonun yo'li bilan iqobga, jazoga tortiladigan ishlarga jarima deyiladi. At-tajawulu al-intiqalu min makanin ila akhar, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish. Qonunun sarimun, laysa fihi tasamuhun wala ra'fatun, bag'rikenglik va yumshoqlik bo'lmagan narsa, ya'ni qat'iy qonun. Al-adatu namatun min as-suluki aw at-tasarrufi yu'tadu hatta yuf'ala takraran min g'ayri juhdin. Shunday bir yo'lki, odatga aylangan, takror bajariladigan ishga nisbatan odat deyiladi. At-taqalidu anmatun min as-suluki al-mutawarasati allati yuqallidu fiha al-khalafu as-salafa. U shunday bir yo'lki, meros bo'lib avlodga o'tadigan, kelajakdagilar o'tmishdagilarga taqlid qilishiga nisbatan at-taqalidu deyiladi. Xawlatu fatatun mumtali'atun, wajadtul qa'ata mumtali'atan. Xawla qiz bola ismi, to'lachadan kelgan qiz, semiz qiz. Pastdagi mumtali'a esa zal, to'la zal. Zalni to'la ekanligini ko'rdim, topdim, bildim. اقرأ النص التالي قراءة جهرية معبرة ثم أجب عن الأسئلة التالية. متن to'liq ovoz chiqarib o'qigin. Min adati shu'ubi va taqalidiha, xalqlarning odatlari va ularning taqlidlari. Al-ixtilafu simatun min simatil bashari, yashmalu hadha al-ixtilafu kulla shay'in min al-mu'taqadati ad-diniyati. Ixtilof turfaxirlik, turlichalik
bashar ya'ni insonning bir nomlaridan biridir. Ya'ni bashariyatga taalluqli bir odatdir. ويشمل هذا الاختلاف كل شيء من المعتقدات الدينية. mana shu turfa xillik o'z ichiga diniy e'tiqodlarni va saqofiyati madaniy va boshqa urflarni o'z ichiga qamrab oladi. ويوضح لنا ديننا الحنيف va bizga dinimiz hanif bo'lgan dinimiz bu narsani ochiqlab beradi. Anna hadafa hazal ixtilafi, bu turfa xillikning maqsadi huwa ta'alufu va laysa tanafura, bu o'zaro do'stlashish, o'zaro yaqinlik, bag'rikenglik hisoblanadi. Balki tanafur bo'linish, yolg'izlanishga nisbatan emas, balkim birlashishga olib boradi bu turfa xillik. Oyatda aytilganidek, Astag'firullah, ya ayyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodorlaringizdir. Albatta Alloh bilguvchi va xabardor zotdir. والإسلام حين يدعون إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة. Islom qachonki o'zaro tanishishga, turli xalqlarning madaniyatlarini o'zaro tanishishga chaqirganida va uni ehtirom qilishga, hurmat qilishga, buni ma'nosi o'zidan ko'rona ana shu madaniyatlarga ergashish degani emas, balki va innama huwa iqrorun bi vujudil ixtilaf, balki bu turfa xillikni borligini iqror bo'lish, turli xil madaniyatlar borligini anglash demakdir. Va haqqil axari fil ixtiyor, va boshqalarning ixtiyori borligini, va taqabbulin yantuju anhu tabadul ma'rifiy o'zaro almashinuvni qabul qilish, ya'ni u bir-biri bilan bordi keldini yo'lga qo'yishlikni tushunib yetish, qabul qilish. Val hivaru saqofiyu, madaniy suhbatlarni yo'lga qo'yish. Mimma yuaddi bidawrihi ila intishari lug'ati salam, tinchlikni yoyishga olib boradigan madaniy suhbatlar, o'zaro ma'rifiy almashinuvlarni qabul qilish va boshqalarda ham ixtiyor tanlash imkoni, haqqi borligini va bu ixtiyor turfa xillikdan kelib chiqishini
bizga islom iqror qildiradi, o'rgatadi. Va nabzil unfi val karohiyati, o'zaro yomon ko'rishlik, bir-biriga manmansirashlikni oldini olishni o'rgatadi islom. Va likulli davlatin adatun va taqalidu taxtalifu an g'ayriha min ad-duwal. Har bir davlatning odatlari va taqlidlari boshqa davlatlardan farq qiladigan o'ziga xos taqlidlari va odatlari bor. Va tu'addu hazihi al-'adat va at-taqalid juz'an asasan min kiyani ad-duwali va nizamiha. Va bu odatlar va taqlidlar davlatlarning joylashuvini va ularning nizomini, konstitutsiyasini bir bo'lagi hisoblanib, ularga o'ziga xos hisoblanib, va ba'du hazihi al-'adati qad tabdu gharibatan jiddan bin-nisbati lish-shu'ub al-ukhra. Va ularni odatlarni ba'zilari boshqa xalqlarga nisbatan g'arib, begona dek ko'rinadi. Fa'ala sabilil misal, misol uchun fi Taylanda yaqumu sukkanu madinatu Lopburi fi shahri November min kulli 'amin بتحضير مائدة عظيمة تحوي ما لذ وطاب من الفواكه والخضروات والحلوى والكعك للقرود. misol uchun Tailandda Lopburi shahri aholisi noyabr oyida, yilning har noyabr oyida maymunlar uchun shirinliklar, holvalar, ko'katlar, mevalardan shirin va mazali bo'lganlarini olib kelib, kattagina dasturxon hozirlaydilar. Maymunlar uchun xos. Va tajtami'u mi'atul qurudi listimta'i bihazil walimati. Va yuzlab maymunlar mana shu ziyofatdan bahra oladilar. Va yaskun hazihil madinata adadun kabirun minal qurudi. Va shu shaharda juda katta miqdorda maymunlar yashashadi. Tajubu shawari'a bi hurriyatin tammatin. Ko'chalarda erkin kezib yurishadi. Tajubu shawari'a bi hurriyatin tammatin. To'liq emin erkinlikda kezib yurishadi ko'chada. وتختلف التحية حسب اختلاف الشعوب وثقافتها. Salomlashish, so'rashish xalqlarning turliligiga qarab, ularning madaniyatiga qarab turib ham farqlanadi. Va takunu bi musafahatil yadi aw at-taqbili aw al-inaqi. Va bu salomlashish qo'l berib ko'rishish yoki o'pishib ko'rishish yoki yelkalarni ushlab ko'rishish. Va takunu tahiyyatu kazalika bi taqbilil yad aw al-anf aw al-katfi kama huwa ash-sha'nu fi ba'd duwal al-khalij. Va salomlashish, shuningdek salomlashish, qo'lni o'pish, yelkani o'pish, burunni o'pish, kaftni o'pish
yelkani o'pish bilan bo'ladi. Bu ko'rinishdagi salomlashish Xalij, ya'ni arab davlatlarining ba'zilarida uchraydi. وقد يضعون جهلون بعادات التحية في بلد ما في موقف محرج. وقد يضعون جهلون بعادات التحية في بلد ما في موقف محرج وقد يفهم سكان هذا البلد تحيتنا على أنها إهانة. salomlashish odatlari o'sha biror bir yurtning salomlashish odatlarini bilmasligimiz bizni noqulay vaziyatga tushirib qo'yadi va ana shu yerlik aholining bizning salomlashishimizni qoloqlik, johillik deb tushunishiga olib keladi. ففي بلاد تبت في وسط آسيا تكون التحية عند بعض القبائل بإخراج اللسان وترد التحية بالمثل. Tibet Osiyoning o'rtasidagi, o'sha janubiy sharqidagi Tibet davlatida salomlashish, ba'zi qabilalardagi salomlashish tilni chiqarish bilan bo'ladi va unga javoban alik oluvchi ham tilini chiqarish orqali salomlashadi. والانحناء أحد أشكال التحية المتبعة في بلدان متعددة وجماعات وقبائل في مناطق مختلفة. انحناء egilish salomlashishning bir shaklidan biri egilish. Bir nechta davlatlarning va qabilalarning, turli mintaqalardagi qabilalarning, jamoatlarning salomlashish turidir. Xosatan fil qarratil asiyawiyya, Osiyo qit'asidagi فنجدها في الصين واليابان والهند والتايلاند وغيرها. Osiyo qit'asidagi Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Tailand va boshqa davlatlarda bunday salomlashni uchratamiz. والمسافحة عند اللقاء والسلام من آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة. qo'l berish, ko'rishganda qo'l berib, qo'l uzatish va salom berish islom odoblaridan va uning buyuk xulq axloqlaridan hisoblanadi. وهي تعبير عن المحبة والمودة بين المتصافحين. va buning ma'nosi, qo'l berib ko'rishning ma'nosi mehr muhabbatini izhor qilish. O'zaro qo'l berib ko'rishuvchilar bir-biriga mehr muhabbatini izhor qilish. Kama annaha tuzhibul karahiyata baynal muslimina. Go'yoki bu musulmonlar o'rtasidagi g'illi-g'ashliklarni, yomon ko'rishliklarni ketkazadi. Va fi bayani fadliha qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek: "Ma min muslimayni yaltaqiyani." Ikki musulmon ko'rishganda fayatasofahani, ikki qo'lini bir-biriga qo'lini uzatib ko'rishsa, illa g'ufira lahuma qabla an yaftariqa. O'zaro bir-birlaridan uzoqlashishlaridan oldinoq gunohlari kechiriladi. Abu Dovud rivoyat. Valittahiyyati ahkamun va adabun. Salomlashning hukmlari va odoblari bor. Val afdalu fil ibtida'i bis salami an yusallima as-saghiru 'ala al-kabiri. Eng afzali salom berish, birinchi bo'lib salom berish
kichik yoshdagi kattaga, val mashi alal jalisi, yurayotgan odam o'tirganga, val rokibu alal mashi, ulov mingan odam, ulov minmagan yurib ketayotgan odamga, val qalilu alal kasir, ozchilik ko'pchilikka, va minal adati, ozchilik va ko'pchilikka kabi afzal tomonlari. Va minal adati va taqalidi inda ba'di shu'ubi, ba'zi xalqlardagi odatlar va taqlidlar ma yata'aradu ma'al huquqil asasiyyati lil insani كحقه في العيش بكرامة وحقه في اختيار أسلوب حياته ومعتقاده. Ba'zi xalqlarning taqlidlari va odatlari ular insonga huquqlarini pesh qilib, o'z huquqlarini pesh qilib, go'yoki ka haqqihi fil ayshi bikaromatin, erkin yashash huquqi kabi yoki e'tiqod erkinligi va hayotini qanday yashashlik ixtiyoriy huquqini pesh qilib, o'ziga xos odatlar va taqlidlarni qilishadi. Va g'ayri zalika mimma yatanafa ma'a qiyamil islami va mabadi'ihi, va islomga va uning asoslariga teskari bo'lgan ba'zi ishlar bor. Lizalika la tuqallidil adati wat taqalida taqlidan a'ma. Shuning uchun ko'rona taqlidlar yoki odatlarga taqlid qilmagin. Wahris ala takhalluq bi axlaqil islam va ittiba'i adabihi va tashri'atihi. Islom xulqlari bilan xulqlanishga odat qilgin va uning odobi bilan va uning shariati bilan yurishga harakat qilgin. Ko'rona boshqa xalqlarni urflariga, taqlidlariga ergashib ketmagin. Mu'taqadu hukmun la yaqbalu shakka inda sohibihi. Mu'taqad e'tiqod degani. An-namat yo'l, tutgan yo'li, as-saqofatu madaniyat, al-musafahatu qo'l bilan ko'rishish. Intihaun demak ibtida'un zakarun unsa ikhtilafun ittifaqun ta'alufun tanafurun al-harbu as-salamu. الاختلاف بين الشعوب هدفه التعارف صحيح. نقلد عادات الآخرين تقليدا أعمى خطأ. تختلف الشعوب فيما بينها في العادات والتقاليد صحيح. تكون التحية في بلاد التبت بالانحناء خطأ. كينجس جمع مذكر سالم في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر. مسلمون مسلمين للمسلمين. يصوم المسلمون نصحت المسلمين دعوت للمسلمين. اعتبار برمز فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل. demak fa'il holati doimo marfu' holatda turadi, mana raf holatda. Keyingisi maf'ulun bihi to'ldiruvchi
fe'l mana bu fe'l, bunisi fa'il, keyingisi maf'ulun bihi. Fe'l fa'il maf'ulun bihi, fe'l fa'il maf'ulun bihi, fe'l fa'il maf'ulun bihi, fe'l fa'il maf'ulun bihi, fe'l fa'il maf'ulun bihi. Keyingisi harful jardan keyin keldi. Da'awtu li, tahaddastu ila, marartu bi, qara'tu an, asma'u kalama al muallimina. Bu izofa, mudof ilayh. Surirtu min. Muslimun, muslimuna, bu joyga muslimuna, muslimi, bu tomonga muslimina. Muhandisuna, muhandisina, la'ibuna, la'ibina, muallimuna, muallimina, mujtahiduna, mujtahidina, najihuna, najihina, muwazzafuna, muwazzafina. Jam'ul muzakkar salim, muzakkar to'g'ri ko'plik, huwa ma dalla ala aksar min isnayni bi ziyadati wawin va nunin. Ikkitadan ko'p so'zga dalolat qiladi. So'zni oxiriga vav va nun qo'yiladi yoki yoy va nun qo'yiladi. Jam muzakkar salimni i'robi yurfa'u bil vav, yunsabu va yujarru bil ya. Misalu al-muallimuna, hadara al-muallimuna, al-muallimuna mukhlisuna. Tanbihlarni o'qib qo'yamiz. Nunu jam' muzakkar salim maftuhatun daiman. Muslimuna, muslimina dagi oxiridagi nun doimo fathali ochiq turadi. Keyingisi la yakunu jam'u muzakkar salim illa isman li muzakkarin aqilin. Bu ko'rinishdagi so'zlar doimo aql, ya'ni aql egalariga, insonlarga, kishilarga nisbatan ishlatiladi, ayollarga emas. Xo'p, i'rob qilinganda o'sha vovni i'roblab gapiramiz. U vovimiz esa aslida birlikdagi so'zni ustidagi dammadan evaz qilib olingan. Yo esa fathadan yoki kasradan evaz qilib olingan. Evaz qilib olingan degani asli i'rob harflari bor edi, fatha, kasra, damma. Far'iylarga o'sha fatha, kasra, damma bo'lmasdan boshqa yo'l bilan i'roblashga far'iy deyiladi. Mana shu fatha, kasra, dammani o'rniga deb aytiladi. Farihan najihuna, at-tullabu hadiruna, rahabtu bis-saihina, rahabtu bi bilan keladi. Istaqbaltu al-muwazzafina, la yuhibbullohu az-zolimina. Juda muhim i'roblash. Fazal mujtahiduna, demak fi'lun madin, o'tgan zamon fe'li, fi'lun madin, mabni, o'tgan zamonlar hammasi mabni deyiladi. Alal fathi. Al mujtahiduna fa'ilun, fe'ldan keyin doimo fa'il bo'lishi kerak. Fa'ilun marfu'un va alamatu raf'ihi al-waw, waw niyabatan 'anid dammati. O'zi aslida vav i'robda nimaga vav nima qildik desa, asli bo'lmagani uchun al-vav niyabatan 'anid dammati. Damma birlikdagi dammadan ko'plikka o'tganda mana shu vav shu birlikdagi dammani o'rnini bosadi degani. Li'annahu jam'un muzakkarin salimun. Oxirida shu li'annahuni
aytish shart. Bildirib qo'yish kerak. Endi an-najihuna mahbubuna. An-najihuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u muzakkarin salim. محبوبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. demak bu mubtada, keyingisi xabar. Qolgani mana shu so'z takrorlanadi. Keyingisi yuhibbullohul muttaqina. Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Fe'l mudari'un, fe'lni aytdik va qaysi turi? Fe'lun mudari'un marfu'un, mana oxiri harakat marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Keyingisi lafzu jalala. Lafzu jalala deymiz. Har doim Alloh kalimasini ko'rganimizda fa'ilun marfu'un va alamatu lafzu jalala degani Allohgagina taalluqli bo'lgan so'z. Bu so'zni boshqa so'zga ishlata olmaymiz. Fa'ilun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Al-muttaqina maf'ulun bihi, to'ldiruvchi. Maf'ulun bihi mansubun, mana mansub ustidagisini mansub, bunda qilamiz. Mansubun va alamatu nasbihi al-ya, mana bu ya o'rtadagi. Niyabatan anil fathati, birlikdagi fathani dan o'rnini bosadigan. Niyabatan o'rin bosar. Niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muzakkarin salim. Uhibbu as-sadiqina, rostgo'ylarni yaxshi ko'raman. Uhibbu fi'lun mudari'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. As-sadiqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u muzakkarin salim. Keyingisi Al-Qur'anu shifa'un lil mu'minina. Qur'on mu'minlar uchun shifodir. Al-Qur'anu mubtada'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Keyingisi shifa'un xabarun marfu'un, xuddi shu qaytariladi. Lil mu'minina harf ism majrur. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. كينجز المؤمنين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. كينجز يوزع المعلمون الجوائز على الناجحين. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. الجوائز مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الناجحين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء من الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. Bu mashqda jam muzakkar salimni ajratgan debdi. Amiluna ishchilar. Qolgani bu fe'l yakunu, yakhrujuna fe'l, ta'kulina fe'l,
تشربين فعل، قارون اسم، زيتون اسم، بساتين سنخ كوبليك جمع التكسير، نسرين اسم، بطون اسم سنخ كوبليك، مهندسون يعني جمع مذكر سالم demek ikkita. Keyingi mashq da xattan tahta jam'i muzakkari salim. Demek innal mubazzirina كانوا إخوان الشياطين. الفلاحون يزرعون الأشجار في البساتين. تعاقب الدولة الخارجين على القانون. Keyingi mashqimiz misollardan jam muzakkar salim chiqarib olib uni i'roblash kerak. Qala ta'ala استعذ بالله قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل، المؤمنون فاعل. demek فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. buni ham olsak bo'ladi. Bu mubtada muaxxar deymiz. خاشعون xuddi shunaqa i'roblaymiz. faqat nomini mubtada muaxxar desak bo'ladi. mubtada muaxxar marfu'un va alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam' muzakkar salim. صاحب الناجحين وابتعد عن المحبطين. مفعول به صاحب فعل أمر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. بياخد شنقة فقط حرف الجردان كيجي اسم مجرور ديمس. بو مفعول به بو اسم مجرور. اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. يا حسين ساعد المساكين. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مساكين يا بن خراميمس. والمحتاجين المساكين بو مسكين مساكين طور سنخ كوبليك جمع التكسير بو محتاجين طور كوبليك جمع مذكر سالم. المحتاجين demek vavdan keyin kelgani uchun ma'tuf. معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المنافقون كاذبون. المنافقون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعلامة رفعه الواو. كاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. يا نسرين اسمعي كلام المدرسين. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. quyidagi jumlalarni birliklarni ko'plikka aylantirishimiz kerak jam muzakkar salimga. Qara al-katibu maqalatahu. Qara al-katibuna maqalatahum. Al-amilu nashitun. Al-amiluna nashituna yoki nushata'u. Haza muhandisun mahirun. هؤلاء مهندسون ماهرون. حضر المدرب في موعده. حضر المدربون في موعدهم. هو معلم. هم معلمون. كرمت الفائز في المسابقة. كرمت الفائزين في المسابقة.
Keyingi holatda quyidagi misollarda jam muzakkar salim mudof o'rnida kelsa, mudof ilayhiga qo'shilayotganda nun tushiriladi. Jaa amilunal masna'i edi. Izofa sababli mudof o'rnida turgani uchun nun mana bu joyda nun tushiriladi. Hamma misolda shunaqa. Hadara muallimu nun ketdi. Al-ma'hadi katibu al-qissati bari'una. Bu holatda ham shu. Ya'ni raf holatda bu qarang, fe'ldan keyin keldi. Fa'il, fe'ldan keyin keldi. Fa'il. Bu mubtada. Ra'aytu fe'l fa'il, amili nun tushdi. Al-masna'i. Qabaltu amili al-masna'i. Amili bo'ladi. Jar holatda harful jarlardan keyin kelsa, sallamtu ala amilil masna'i, surirtu bi amilil masna'i. Quyidagi jumlalar xato berilgan. Buni to'g'rilashimiz kerak. Sharaka al-mutasabiquna bo'lish kerak. Fe'ldan keyin kelgani uchun. Mana bu fe'l, bu fa'il raf holatda bo'lish kerak. As-saimuna sabiruna va sabiruna. Ishtaraytu minal ba'i'ina yoy bo'lish kerak. Rawa'al irhabiyuna vav bo'lish kerak. Al-aminuna. Wadda'tu al-musafirina yoy bo'lish kerak. La'ibina al-fariqi mubdi'una. La'ibi mana bu nun tushirilish kerak. La tuajjil. Endi uslublarni, mos uslublarni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Hop, la tuajjil demak nahi. If'al demak if'al bilan boshlansa amr. Ya Usama nida. Atafham istifham. Ma kharajtu nafyun. Bayin naw' al-uslubi fil jumal taliyati. Keyingi jumlalarda, gaplarda uslublarni bayon qilgan, aytgan. Demak, alam nashrah nafyun. Rabbana ighfir lana dhunubana du'a. La tatlubu nahyun. Ya ayyuha demak nida. La tahlif illa billah. Mustasna. Fatima la takzibu nafyun. Ya Fatima la takzibi nida wa nafyun. Keyingi yangi mavzuyimiz asma'un a'jamiyatun. Demak, chet arab tilida bo'lmagan so'zlar, chet tili davlat nomlari oxirida alif maqsuri yozilish. Fransa, Avropa, Asiya, Belgiya, Amerika. Keyingisi asma'un mabniyatun. Bino qilingan, qurilgan, o'zgarmas so'zlar, arabcha so'zlar. Iza, ana, antuma, haza.
Endi oxiridagi bularni alifini al-aliful layyinatul mutatarrifatu fil asma'i. So'zni oxiridagi ismlarni oxiridagi yumshoq aliflar. Alif bo'lib o'zini alifligini saqlab tura olmaydi. Bir qarasa yoyga, bir qarasa nuqtasiz yoyga, bir qarasa alifga o'zgarib qoladigan. Ismlarda o'sha davlat nomlari ismlarida arabcha bo'lmagan davlatlarning nomi oxirida yoziladi. Ispaniya, yoki ba'zi arabcha bo'lmagan so'zlarda ham Musa. O'zi aslida buni alif deymiz nomini, faqat yoyga o'xshab turadi, nuqtasiz yoy bo'ladi. O'qilishi alif kabi o'qiladi. O'zidan oldin fatha turadi. Musa, Isa, Kisro, Buxoro, Matta. Keyingisi mabni, ya'ni o'zgarmas so'zlarning oxiridagi alif bo'ladi. Haza, huna. Ba'zi so'zlarda yoy bilan yozilar ekan. Lada yoki mata yoki anna, al-ula, ula kabi. Bu qatordagilar asmaun mu'rabatun sulasiyatun. 3 o'zaklik ismlarning oxiri o'zgaradigan ismlarni hop aslul alifi vavun. 3 o'zakliklarning 3 o'zak harfi asli vav bo'lgan so'zlar. Masalan, ruba, ar-ruba. Mana bu r birinchi harf, ba ikkinchi harf. Mana bu alif o'rnida vav bo'lgan, o'rniga alif yozilgan. Aslida ruba va, ruba va. Zura va masalan, az-zura, al-asa, asa va, al-asa, al-khutan, khuta va, uran, isha va, ida va, shaza va, fala va, qafa va. Bunda esa asli 3 o'zakli harflarni 3-harfi ya bo'lgan. Aza ya, fata ya. Shu ya ko'rinmaydi, endi alif maqsura yozamiz. Tura, duman, al-ama, an-nada, al-muna, ar-rada. Al-alifu al-layyinatul mutatarrifatu fil asma'il mu'rabati sulasiyati. Yuqoridagi ko'rgan ismlarimiz mabni edi. Bular esa mu'rab, ya'ni o'zgaruvchan. Tursamu alif in kana asluha al-waw. Agar asli 3-harfi vav bo'lsa, alif yoziladi. Agar asli harfi ya bo'lsa, unga nuqtasiz alif yoy yozamiz. Misol uchun al-aza asli yoy. Vovli misolga esa ar-riba asli riba va. Endi bularni bilish uchun ikkilantirish orqali bilamiz. Masalan, ason, asovani, fatan, fatayani. Yoki ko'plikda hason, hasoyatun. Yoki birlikda ham ta marbuta qo'shish orqali. Zuran, zurvatun, ruban, rubvatun. Duman, dumyatun, Qur'on, qariyatun. Endi 3 o'zaklikdan ko'proq o'zakli so'zlar bo'lsa, 4 o'zakli bo'lsa, ularni quyidagicha oxiriga alifni yozamiz. 3 o'zaklikda oxiri vav bo'lsa alif yozardik. Bunda esa 4 o'zakli bo'lsa, demak alifdan oldin
ya bo'lsa alif yozar ekanmiz. yo harfi bo'lsa. Mana d, n, y, dunya. Alifdan oldin demak 3 ta o'zakdan tashqari qo'shilyapti. Y bo'lgani uchun alif qo'yilgan. 3-chi o'zak harfi y bo'lgani uchun alif yozilgan 4-chi qilib. Zavaya 1 2 3 4-chi harfimiz ya bo'lgani uchun alif qilib yozdik. Xatoya alifdan oldin ya kelgani uchun alif qilib yozdik. Endi agar ya kelmasa, shu alifdan oldin ya kelmasa, alif mahsurani quyidagicha y qilib, nuqtasiz y qilib yozamiz. B, sh, r 3 ta harf y ni yozishimiz kerak. Oldida y yo'q, demak yoy qilib yozamiz. Agar deylik farazan shu yerda hozir y bo'lganda alif qilib yozardik. Mana hozir shu gap. Intabi e'tibor bergin. Yahyo ismi bor. Bu agar ism bo'lsa Yahyo deb yoziladi. Agar fe'l bo'lsa quyidagicha yoziladi. Mana bu ism, mana bu fe'l. Endi amalda qo'llab ko'ramiz. Safara akhi ila ajnabiy davlat nomlar Britaniya. Alif bo'ladi oxiri. Najahat allati ishtahadna ayollar. Zurtu Quran adidatan. Al-asa 1 2 aso va bo'lgani uchun alif qo'yilgan. Liman aso. Imatatul aza. Mana buni tanlaymiz. 1 2 aza ye bo'lgani uchun nuqtasiz ye qo'yilgan. Imatatul aza ani tariqi sadaqatun. Inna dunya 1 2 3 ye bo'lganligi uchun alif qo'yilgan. Inna dunya darub tila'in. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Inna zikra 1 2 3 oldida ye bo'lmagani uchun 3-chi harfimiz. Demak, mana buni tanlaymiz. Yunsabul imamul Buxoriy ila madinatil Buxoro. Muhim yana bir vazifaga keldik. Xat yozish. Barqiyatu tahniatin bi munasabati hafli zifaf. Taklifnoma, to'yga taklifnoma. Al mursalu ilayhi, jo'natuvchi, yuboriluvchi, qabul qiluvchi odamning ismi. Masalan, Muhammad Ahmad, unvon, uni adresi. Muhammad Ahmad, Misr, Qohira. Barakallohu lakuma. Afan. Barqiyatu tahniatin bi munasabati hafli zifaf. Bu to'y munosabati bilan tabrik yuborish kuyovga. Al mursal ilayhi demak kuyov nomi, ismi Muhammad Ahmad, unvon Misr Qohira. Demak tilagingiz barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fi khayrin. Rasulullohning gaplari. Ismul mursil. Endi sizning ismingiz masalan Shokir
Ahmad yoki Shokir, Jahongir. Al-unvan masalan O'zbekiston, Toshqand. Keyingisi kitabatu da'vati. Hop, endi taklifnoma. Taklifnoma yasurru ismu da'i. Siz masalan kimni chaqirmoqdasiz? Ismu da'i. Demak, ismingizni yozasiz. Da'vata siyadatikum li huduri hafliz zifafi masalan. To'yga bi munasabati da'wati. حفل الزفاف وذلك في تمام ساعة 9 يوكي في تمام الساعة 4 تماما من مساء يوم الخميس كن يزاسل الموافق بيد رقم بلان چیسلو عنوان الحفل مصر قاهرة. Buni juda muhim, bu har bir sifr darslarda ham xuddi shu narsa kerak bo'ladi. Buni alohida yozib qo'ysangiz. Bugungi darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.